Assalomu alaykum aziz obunachilar, hammangizga xayrli kun. Sizlar bilan yana men g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun nima deydi, vlogimni lag'mon qilishdan boshladim, chunki har doim boshqa videolarimda bir xil narsani ko'rsatib o'taman, shuning uchun ularga ko'rsatmadim, ishlarimni bitirib oldim. Endi kechki ovqatga lag'mon pishirmoqchiman. O'zimni lag'mon pishirish uslubimni ko'rsatib o'tay dedim. Hamma endi lag'mon qilishni biladi, lekin hamma har xil qiladi. Men xamirini tayyorlab olganimdan keyin hayolimga kelib qoldi video syomka qilish. Lag'monni xamirini shunchaki tuz bilan qilib oldim. Hech nima solganim yo'q. Mana hozir ko'rsataman, qattiq qilib tiniq xamir qilib oldim. Keyin shunaqa o'rab qo'ydim. Hali video davomida cho'zib, qanaqa cho'zganlarimni ko'rsatib o'taman. Lag'monni do konca ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'pchilik tuxum soladi. Men bu xamirga to'g'risi tuxum solmadim. Oddiy tuz bilan suvga, sovuq suvga xamir qilib olgan edim. Qattiqroq xamir qilgandim. Tiniq pishirib xamirni shunaqa qilganim o'zi ko'rinib ham turibdi mana. Hozir buni cho'zib, suvda pishirib olaman va qolganini video davomida ko'rsatib o'taman. Hozir xamirimizni cho'zib olamiz. Xamirimizni qo'limni tozalab yuvib, nima qo'yganman, qo'lim yordamida nima qilaman. Hozir yog'lab olaman qo'limni. Yog' bilan ishlasak o'zimizga yaxshi bo'ladi. Mana xamirimizni bittadan olib cho'zishni boshlaymiz. O'zingizlar cho'zilib ketadi. Juda ham xamir tinganlik uchun juda ham tez cho'ziladi, qiyngarchiliksiz. O'ta yog'lab olmayman, shu ozgina yog' bilan ishlaymiz. O'ta yog'lab olsangiz, keyin bunaqa cho'zilishi ham qiyin, stolda ham chilqillab yog' bo'lib turadi. Keyin lag'moningiz o'zi ham yog'li bo'lib qoladi. O'shaning uchun xamirni o'ta yog'li qilmaymiz. Bunaqa o'rab, bunaqa ulitka qilib olganimizda ozroq yog'lab qo'yganman. Shunaqa. Shuni oxirigacha hozir cho'zib olaman. Ko'rinyaptimikan sizga? Nadeyis ko'rinyapti. His qiluvchi, ha, ko'rinyapti ekan. Mana hozir u yoqqa bir qaytaraman, yana hozir ingichka qilib, iloji boricha ingichka qilib cho'zib olaman. Mana azizlar, birinchi xamirimizni shunaqa qilib уже cho'zib ingichka bo'lib qoldi. Mana juda ham mana bir xilda bu ingichka bo'lib chiqyapti. Ko'rib turganingizdek. Ko'rinyapti degan umiddaman. Mana shunaqa qilib nima qildim. Endi hozir bunday qilamiz. Ko'rinyaptimikan yo'qmi? Xullas mana shunaqa qilib olamiz. Xamirni qaynatib olgani suv qo'yib qo'yganman, zaryadni qo'yib qo'ydim. Tuz solib, o'sha suv qaynatib qoldi. Shunday urib olamiz. Yani urganingizda yana ham ingichka bo'ladi. Keyin shunaqa qilib yana urib olamiz. Men ozroq ko'rsatyapman, hozir bittasini. Bunaqadan ko'p qilib olaman. Hech qayerga uzilib ketmaydi, mana. Hech narsa bo'lmaydi. Mana. Xohlasangiz bunday qilasiz, xohlasangiz bunday qilasiz, xohlasangiz o'ynaysiz. Xullas hech narsa bo'lmaydi. Mana azizlar, suvimiz qaynab chiqdi. Endi boyagi
cho'zgan lag'malarimizni solib olamiz. Suvimizdan ozroq nima qo'yamiz, ko'tarib qo'yamiz, yordam berib qo'yamiz ichi yoyilib olishiga. Tuxumga bo'lmasa ham juda ham dilkillagan nima bo'ladi, lapsha bo'ladi mana. Mana ko'rib turibsiz. 4-5 minut qaynatib olamiz, xamiri pishib olguncha. Keyin suvdan olamiz. Mana azizlar, xamirimiz ham pishdi. Endi buni suvdan chiqarib olamiz. Endi keyingisini solaman. Bunisi ham xuddi shunaqa qolgan xamirlarni ham cho'zib pishirib olaman. Azizlar, lag'monlarimizda xamiri tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, juda ham ezilib ketmagan, dikkillab pishgan. Mana. Uzilib ham ketmagan. Hozir bunday ko'rsataman. Mana. Qanday uzun solsam o'shanday bo'lib pishgan. Juda ham ajoyib. Mana. Azizlar, mana lag'monni say uchun kerak bo'ladigan bizga mahsulotlar mana hammasini oldindan to'g'rilab tayyorlab oldim. Chunki juda ham vaqtim tig'iz. Tez-tez ko'rsatib o'tay dedim. Bularni ham mana piyoz, sabzi, qizil bolgarskiy, sariq bolgarskiy bu yerda, kapusta bor bu yerda, keyin mana sildirey, mana bu kinzani anaqa putoqlari, nima deydi, ildiz tarafi, yo'q. Xullas, barg tarafi emas, ildiz tarafi emas, o'rtasini qanaqa nima deyiladi? Xullas, mana barglarini olib qo'ydim. Bu yog'ini yuvib tozalab, turg'adim. Xullas, mana shunaqa. Putoqlari deydi, mana shunaqa. Chesnok, bir golovka chesnogida bu yerda. Hamda go'sht kerak bo'ladi. Go'shtni iloji bo'lsa, soya sosda biror soat qoldirganimiz yaxshi bo'lardi, lekin menda soya sos yo'q ekan, shashganimdan urinib oldim. Shu bilan ham baribir shirin bo'ladi. Bu yerda men mol go'shti ishlatyapman. Hammasini shaklini shunaqa uzunroq qilib turg'ab oldim. Bir xilda qilib, mana ko'rib turganingizdek. Hammasini shakli, yarim oy shaklida deymizmi? Xullas, go'shtimiz ham mana yapaloq, uzun-uzun shaklda. Sabzi, bolgarskiylar ham shunaqa. Endi saylarni tayyorlab olamiz. Sayimizni birinchi bo'lib go'shtimizni qovurishdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtimizni qovurib oldik. Endi chesnok bilan piyozimizni solamiz. Buni ham 1-2 minut davomida yaxshilab qovurib olamiz. Shunday qilib hamma ovishlarimizni birin-ketinlikda qovurib olamiz. Sildireydi, hidi shunday boshqacha o'qatgan yaxshi ta'm beradi. Boshqacha lag'monga solsak boshqacha bo'ladi. Bilmayman, kimga qanaqa sildirey yoqadi menga. Qizlarjonlar sal qolsa yodimdan chiqib ketdi. Tomat solish. Baribir qizil bo'lmaydi.
bolgarskiy perezlarni orqada sovuryapman. Buni ham ozroq aralashtirib, keyin suv quyib qo'yaman. Endi buni hidini qani endi kamera yetkazsa-da. Shunaqangi zo'r hid. Lag'monni hidi уже. Kimki kechki ovqatni yeb o'tirgan bo'lsa, hammaga yoqimli ishtaha. Tuz ham solamiz. Примерно 1,5 litrcha suv quyapman bu yerda. Endi krishkasini yopib 25 minut 30 minutga, yarim soatga ovqatimizni unutamiz. Past olovda qaynatib qo'yamiz. Sayimiz ham tayyor bo'ldi. Mana azizlar, lag'monimiz ham tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Микрофон записывает, надеюсь. Я хотела сказать то, что название этого видео «Начало каникулов». Наконец-то, наверное, в колонку дует ветер. Из-за этого слышно только ветер. Хотела сказать, но я одно хочу сказать, что я на велике катаюсь. Очень крутая информация. Очень сильно дует ветер. Не знаю, меня слышно или нет. Надо было взять по 6-ю штуку. Сейчас касается Мурсалина на велике. Сейчас буду потом я кататься. Вот. Мы дошли до главной дороги. Главной дороги мы называем это централкой. Так что, когда я буду называть то, что мы пришли на централку, что-то там про централку, я говорю про главную дорогу. Сейчас буду кататься я на велике. Ладно, давай теперь Мурсалим будет кататься. Сейчас катается Мурсалим. Не знаю, отдать Мурсалиму. Смотрят на меня. Давай, поехали. Вот такой вот я виратор. Ты на меня наехал. Ой, тут машина едет, Мурсалим. Короче, мне просто было нечего делать. Я просто снимаю, как я гуляю. Вот там Мурсалимчик. А я просто снимаю статичное видео, не знаю, что говорить. Так что да. Я приблизил. Я постоянно переживаю то, что у меня сейчас камера не записывает, потому что у меня такое было миллион раз, когда я снимала влоги. Да, я раньше снимала влоги. Я раньше снимала влоги на своем старом аккаунте, которого сейчас, наверное, не существует, потому что я искала свой канал старый. Топ. Мы достаточно далеко уехали. Ушли, то есть. Давайте я попробую пока без микрофона. Сейчас ветер дует баллонки. Блин, ветер. Короче, сейчас я наконец-то еду, потому что он очень долго катался на велике. И теперь наконец-то я еду на карликовом велике. Конечно, недолго, потому что Мурсалим меня опять заберет. Я буду кататься сейчас. Короче, я стоя поеду. Топаем. Сейчас буду. Men o'zim qo'rqmaymanmikin? Voy. Mana topdim. Gilos shuncha bo'ldi bizda mana. Qushlar sayraganmi? Hozir men pastga tushaman. Shu yerda buloq bo'lish kerak.
Juda korkunçli doğrusu. Xullas tushgani qo'yapman. Qushlar sayrashini. Rosa nervni tinchlantiradigan joy. Ko'p kirib qolamiz. Hozir mana qadamlar mana shu yerda buloq bor. Mana buloq. Yerdan suv chiqib turadi. Shu yerga tushgani qo'rqyapman hozir. Ancha tushib borishim kerak edi. Men hozir videoni yaqinlashtiryapman. Qanaqa bo'lar ekan tushib ko'ramizmi? 1 2 3. Ne böyle ilan mı dipten? Böyle korktu ne? Wow. Baby. Bir bip de. Yasmina çaçın gelme oldu kızım. Ha? Ne bol çaçın kız roçka yapıştır bakar mısın? Я сам буду рулить своими штучками. Tegiş maaşlar sasiye Mursalim. Onu yakama Mursalim. Ben videosunu metkul yapan. Yati. Oh canım. Baby. Yaşı. Не надо никуда не ломать. Да сейчас фотографируй сломаешь. Yaşı. Биби. Evet. Привет. Evet.